Boshliq telefon qilyapti. Assalomu alaykum boshliq. Alaykum assalom. Men chet elga ketyapman. Kasal yo'q bo'lsa ham o'tiravermasdan ishlanglar. Kasal yo'q bo'lsa ham. Ha? Xo'p bo'ladi. Ketdik bo'lmasa ishlaymiz. Kelinglar. Assalomu alaykum. Albatta doktorlarimiz bor. Marhamat xonasiga kirgizaman. Yuringlar. Kelinglar. Doktor bitta kasal kelgan. Kelinglar marhamat. Assalomu alaykum, kelinglar, yaxshimisiz? Sumsiz? Keling, o'tiring bu yerga. Qani marhamat, yaxshimisiz? Nima bo'lyapti? Nima shikoyatlar? Qani, hozir eshitamiz. Yaxshimisiz? Nafas oling, chuqur. Nafas og'izdan nafas olib, burundan yaxshi. Ozgina shamollab qopsiz-ku, bemor. Qani bu yoqqa o'tiring. Shurada chiqsangiz qizlarimiz qilib qo'yishadi. Keling, kiravering. Kelingchi. Mana matga o'tiring. Hozir buni qo'yamiz ozgina. Voy xudoyim, istingiz bor ekan, men sizga hozir isitma tushiruvchi bu sevichani qo'yib oling. Aka marhamat, keling. O'tiringchi. O'tiring. Aytlar kasallik bor ekan, pistayez kasali. Qani orqalaringiz o'xib, pistayez ko'tarib ketdik aka. Hozir o'tirib turasiz, men sizga kapni sirajilab, mazlaringizni olib chiqib